Ogoh.uz'da kun yangiliklari. Bugun nimalar bo'ldi? Eng muhim yangiliklar bir joyda. O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molida tarixiy rekord qayd etildi. Toshkentda yana keshbek talon-taroj qilindi. Toshkent viloyatida jamoat transporti yo'l haqi uchun yangi tariflar tasdiqlandi. O'zbekistonda fuqaroga to'pponcha bilan tahdid qilindi. Polshada 3 yilga qamalgan o'zbekistonlik muddatidan oldin ozod qilinib, O'zbekistonga qaytarildi. Termizda chang bo'roni kuzatilmoqda. O'zbekistonda chet elga chiqadigan sayyohlarni himoya qilish jamg'armasi tashkil etilishi mumkin. Afg'onistonda suv toshqinlari oqibatida 20 kishi halok bo'ldi. Tramp Kanada tovarlariga 50% boj joriy etdi. Eron raketa zarbasi oqibatida AQSh harbiylari halok bo'ldi. O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molida tarixiy rekord qayd etildi. O'zbekistonda 20-iyul kuni elektr energiyasi iste'moli va ishlab chiqarish bo'yicha eng yuqori ko'rsatkich qayd etildi. Energetika vazirligi ma'lumotiga ko'ra, soat 17:22 holatiga mamlakat bo'yicha elektr iste'moli 14 gigavat, ishlab chiqarish hajmi esa 14,2 gigavatni tashkil qilgan. Vazirlik bu ko'rsatkichlarni O'zbekiston elektr energetikasi tarixidagi eng yuqori natija deb baholagan. Toshkentda yana keshbek talon-taroj qilindi. Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanida 3 ta MChJ mas'ul shaxslari soxta ma'lumotlar asosida noqonuniy keshbek olgani fosh etilgan. Aniqlanishicha, ular 322,4 milliard so'mlik mahsulot yetkazib berilgani haqida qalbaki hujjatlar rasmiylashtirib, 3363 ta xarid cheki chiqargan va ijtimoiy himoya reyestridagi fuqarolarga soliq mobil ilovasi orqali jami 1,4 milliard so'm keshbek to'lagan. Mazkur holat bo'yicha Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov davom etmoqda. Toshkent viloyatida jamoat transporti yo'l haqi uchun yangi tariflar tasdiqlandi. Toshkent viloyati shaharlarida jamoat transporti uchun yangi tariflar joriy etildi. Qarorga ko'ra, elektron to'lov orqali bir martalik yo'l haqi 2000 so'm, naqd pulda esa 2600 so'm etib belgilandi. Shuningdek, yo'lovchilar uchun 5 kundan 365 kungacha bo'lgan abonement tariflari joriy qilindi. Oddiy yo'lovchilar uchun 30 kunlik tarif 200 ming so'm, imtiyozli toifalar, pensionerlar, talabalar va boshqalar uchun esa 100 ming so'm etib belgilandi. Yangi tartibga ko'ra, transport kartasi orqali to'lov qilinganda 1 soatlik almashish tizimi ham amal qiladi. Ikkinchi avtobus uchun 1000 so'm, uchinchi va keyingi avtobuslarda esa qo'shimcha to'lov olinmaydi. O'zbekistonda fuqaroga to'pponcha bilan tahdid qilindi. Joriy yilning 19-iyul kuni Toshkent shahrining Uchtepa tumanida bir fuqaroni noma'lum shaxs transport vositasida siqib to'xtatib, qo'lida qurol bilan tahdid qilgan. Shuningdek, holat haqidagi tahdidga uchragan fuqaro video murojaat yo'llagani ham ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Murojaatda fuqaro holat bo'yicha 102 raqamiga murojaat qilgani, Uchtepa tumani ichki ishlar boshqarmasiga borib ariza yozganini ma'lum qilgan. Shuningdek, fuqaro huquqbuzarga chora ko'rilishi kechikayotganini ham aytgan. Shundan so'ng holat Toshkent shahar Uchtepa tuman sudida ko'rib chiqilgan va qonunbuzarga 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlangan. Polshada 3 yilga qamalgan o'zbekistonlik muddatidan oldin ozod qilinib, O'zbekistonga qaytarildi. O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi hamda mahalliy tashkilotlar hamkorligida Polshada jazoni o'tayotgan namanganlik fuqaro muddatidan oldin shartli ozod qilingan. Ma'lum qilinishicha, u Polshada o'lim bilan yakunlangan yo'l transport hodisasini sodir etgani uchun mamlakat jinoyat kodeksining tegishli moddasi bilan sudlanib, 3 yil muddatiga ozodlikdan mahrum etilgan. Elchixona advokatlik byurosi va Polsha chegara xizmati bilan olib borilgan muzokaralar natijasida uning ozod qilinishi ta'minlangan. Shundan so'ng zarur hujjatlar rasmiylashtirilib, fuqaro Varshava va Toshkent yo'nalishi orqali O'zbekistonga qaytarilgan. Termizda chang bo'roni kuzatilmoqda. Surxondaryoning Termiz shahrida kuchli shamol va chang to'zonlari sodir bo'lmoqda. Fuqaro va haydovchilarga xavfsizlik choralariga rioya qilish, deraza va eshiklarni yopish, daraxtlar hamda elektr ustunlari ostida turmaslik, avtomobillarni xavfsiz joylarda saqlash tavsiya etilmoqda. O'zbekistonda chet elga chiqadigan sayyohlarni himoya qilish jamg'armasi tashkil etilishi mumkin. O'zbekistonda xorijga sayohat qiluvchi fuqarolarga yordam ko'rsatish uchun Turizm qo'mitasi huzurida xavfsiz turizm jamg'armasi tashkil etilishi rejalashtirilmoqda. Jamg'arma mablag'lari turistlarga yetkazilgan zararni qoplash, favqulodda holatlarda joylashtirish, transport evakuatsiya va vatanga qaytarish xarajatlarini qoplashga yo'naltiriladi. Shuningdek, xorijga chiqayotgan har bir turist uchun maxsus turistik kod joriy etilishi ko'zda tutilgan. Afg'onistonda suv toshqinlari oqibatida 20 kishi halok bo'ldi. Afg'oniston sharqidagi Nuriston viloyatida kuchli
kuchli yomg'irlar sabab yuz bergan suv toshqinlari oqibatida kamida 20 kishi halok bo'ldi. 100 dan ortiq odam bedarak yo'qolgan. Parun shahrida katta vayronagarchilik kuzatilgani, o'nlab odamlar jarohat olgani va ko'plab uylar hamda binolar zarar ko'rgani xabar qilingan. Tramp Kanada tovarlariga 50% boj joriy etdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Kanada mahsulotlarining keng turiga, jumladan vino, xokkey tayoqchalari, sement, avtomobil, alkogol va sut mahsulotlariga 50% boj tarifini kiritdi. Oq uy bu qarorni Kanadaning AQSh mahsulotlariga nisbatan kamsituvchi savdo siyosati bilan izohlagan. Yangi bojlar energiya, kaliyli o'g'itlar, baliq va muhim minerallarga tatbiq etilmaydi. Kanada AQShning ikkinchi yirik savdo hamkori bo'lib, bu qaror Shimoliy Amerikada yangi savdo ziddiyatlarini keltirib chiqarishi mumkinligi aytilmoqda. Eron raketa zarbasi oqibatida AQSh harbiylari halok bo'ldi. Eronning ballistik raketasi Iordaniyadagi muvaqqat Salti aviabazasiga kelib tushishi oqibatida AQSh armiyasining 2 harbiy xizmatchisi halok bo'lgan, yana bir kishi bedarak yo'qolgan. Bu baza hududiga 24 soat ichida berilgan 3-raketa zarbasi bo'lib, avvalgi hujumlarda sport zali va bo'sh dala zarar ko'rgan.